O'zbekistonning tashqi qarzi 72,2 milliard dollarga yetdi. O'zbekistonning tashqi qarzi 2025-yil yanvar-iyun oylarida yana 8 milliard dollarga oshib, jami 72,2 milliardni tashkil etdi. Ushbu ma'lumotni Markaziy bank e'lon qildi deb yozmoqda Uz24 nashri. Xalqaro savdodagi keskinliklar va global noaniqliklarga qaramay, tashqi sektor eksport narxlarining oshishi, mehnat migratsiyasi va turizm sohasidagi ijobiy tendensiyalar ta'sirida muvozanatga yaqinlashdi. Joriy operatsiyalar hisobi 156,3 million dollar manfiy saldoga ega bo'ldi. 2024-yilning shu davrida bu ko'rsatkich -2,9 milliard dollar edi. Regulyator bu farqni savdo balansi taqchilligining kamayishi va pul o'tkazmalari hajmining oshishi bilan izohladi. Savdo balansi 20% ga yaxshilanib, -6,4 milliard dollarni tashkil etdi. Eksport hajmi 29% ga oshib, 16,6 milliard dollar. Import esa 10% ga oshib, 23 milliard dollarga yetdi. Xalqaro pul o'tkazmalarining ko'payishi tufayli